Assalomu alaykum. Tarixiy savol ko'rsatuvi yana jonli efirda. Va bugungi mavzuyimiz O'zbek davlatchiligi tarixiga oid bo'lgan Shoshtepa yodgorligi haqida. Avvalambor teletomoshabinlarimizga studiyaga tashrif buyurgan mehmonlarni tanishtirib o'tsam, xush kelibsizlar. Ulug'bek Mo'minov, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti katta o'qituvchisi, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori. Dilmurod Normurodov, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, Milliy arxeologiya markazi katta ilmiy xodimi. Va so'nggi ishtirokchimiz Omon Mamirov, Milliy arxeologiya markazi ilmiy xodimi. Xush kelibsizlar yana bir bor. Suhbatimiz bevosita tor doiraga, ya'ni Toshkent shahrida joylashgan Shoshtepa yodgorligiga qaratilgan. Shoshtepa yodgorligi tarixi haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Marhamat Dilmurod aka. Bugungi Toshkent shahri qadimda Choch yoki o'rta asrlarda 9-asrlardan keyin, ya'ni arablarni kelishi bilan Shosh deb nomlangan. Ana shu Shoshni belgilaydigan birgina yodgorlik saqlanib qolgan, bu Toshkent shahridagi Shoshtepa yodgorligi. Ya'ni 2200 yillik tarixga ega bo'lgan. 2200 yillik tarixi uzoq, 3000 yillik. Shahar monand bo'lishi 2000 yillikdan ortiq, 2200-2300 yilga boradi. Mana shu Shoshtepa nomi, Shosh nomi azaldan shu yodgorlikda saqlanib kelgan. Uzoqdan ko'rilganda bir tepalik bo'lib qolganda odamlar Shoshni tepasi, ya'ni Toshkent tepasi degan gaplar bilan kelgan. Bu yodgorlik 19-asrning oxirlarida arxeologiya yodgorlik ekanligi qayd qilingan. Jumladan Vershagin degan bir rassom, sayyoh Rossiya hududlaridan kelib, butun O'rta Osiyodagi bir qancha yodgorliklarni o'rgangani kabi, ma'lumot yiqqani kabi Shoshtepaga ham kelgan va uning rasmini chizib olgan. Buni ustida chiqib yotgan topilmalar, sopol buyumlariga ko'ra bu qadimiy joy, ya'ni arxeolog yodgorlik ekanligini qaytib o'tgan. Va shundan keyin ancha paytlar bu yodgorlik adabiyotlarga tilga olinmadi. Arxeolog Mixail Ivanovich Masson bu yodgorlikni keyin o'rgangan. 34-yillarda, shu 20-asrning 30-yillarida, 50-yillargacha bo'lgan paytda u Toshkentda bo'lgan paytlarida shu yodgorliklardan doim xabar olib turgan. Bu yodgorlikning maydoni o'sha kezlarda o'rgangan kezlarda 30 gektardan ortiq, 34-35 gektar maydonni egallagan yodgorlik deb bilingan qismi aslida undan katta. Shu yodgorligimiz keyinchalik o'rganilgan, qazish ishlari olib borilgan. Masson dastlab uni tarixini chizib olgan bo'lsa, qayerda qasri joylashgan, Shahriston aholi yashaydigan joy qismi qayerda, qanaqa dehqonchilik bilan shug'ullangan degan qismlarni chizib olgan bo'lsa, keyinchalik qazish ishlari olib borilgan. Jumladan 50-yildan keyin shu Toshkentda Toshkent arxeologiya ekspeditsiyasi tashkil qilingan edi. Mana shu ekspeditsiya tomonidan ekspeditsiya guruhlari tomonidan bu joyda qazish ishlari olib borilgan. Ana shu yodgorlik qazish ishlari olib borilganda Toshkent shahrining eng qadimgi aholisining o'troqlashishi va to Amir Temur va Temuriylar davrigacha bo'lgan tarixini ochish mumkin bo'lgan moddiy ashyolar topilgan. Bu moddiy ashyolarga sopol buyumlar, shishasozlik buyumlari, metal buyumlar, hatto qadimiy odamlarning qiyofasini tiklash mumkin bo'lgan qabrlar aniqlangan. Bundan tashqari zeb-ziynat buyumlari ham aniqlangan. Uy joylarning qoldiqlari, xom g'ishtdan qilingan uy joylarning qoldiqlari yoki imoratning qoldiqlari, shuning bilan birga pishgan g'ishtlarning ham qoldiqlari topilgan. Hozirgi kunda saqlanib qolgan mana shu Shoshtepa yodgorligi Toshkent shahrining janubiy tomonida, aniq aytadigan bo'lsak, hozirgi metro bekatini Shoshtepa deb nomlangan joyda Jun arig'ini bo'yida joylashgan. Bu joy biz yashab turgan zamondan 3000 yil oldin, ya'ni fanda bu ilk temir davri ham deb kirib kelgan, arxeologiya fanida ko'p ishlatamiz. Ana shu ilk temir davrida o'zlashtirilgan. Ya'ni bu joyga aholi kelib o'troqlashib, asosan chorvachilik bilan, qisman dehqonchilik bilan shug'ullangan. Dehqonchilikda ham sug'orma dehqonchilik bilan shug'ullangan. Bu o'sha paytdagi uy sharoitida yashagan aholi uylarida to'qimachilik, ip egirish yoki temir hali yo'q edi, mis yoki bronzalarni shu aralashtirib
bigiz, igna kabi boshqa ashyolarni ishlab chiqargan, shuningdek sopol buyumlarni ishlab chiqargan. Buni asosiy shu belgilovchi omillarimiz sopol buyumlari bilan qaraymiz. Bu sopol buyumlar qo'lda ishlanib, tagi yumaloq shaklda, bir tomonda jumrakchasi bor, kichkinagina, bir tomonda hozirgi qozonlarnikida yalpoq ushlaydigani bor va o'shani ichki tomonlarida mato qolipda quyilganligini isbotlovchi mato izlari qolib ketgan. Bu qanday quyilgan? Mato tikilib, jun, asosan jun mato mayda egirilgandan keyin, mato tikilgandan keyin dumaloq shaklga keltirilgan va unga to'proq qum solingan. Atrofiga lentasimon qilib loy yopishtirib chiqilib, ichidagi qum to'kib yuborilgandan keyin shu idishimiz holatga kelgan. Bugungi qozonsimon idishlar hisoblanadi bular. Turli xil hajmda. Mana shu ashyolar yaqin paytlargacha, shu o'rganilayotgan paytda, jumladan ustozimiz o'rganayotgan paytlarda, Margarita Ivanovna Filonovich degan ustozimiz so'nggi tadqiqotlarni olib borgan, bir qancha maqolalar yozgan. Mana shu maqolalarda uni miloddan oldingi 6-4-asrlarda kelib o'zlashtirilgan degan g'oyani ilgari surgan ekan. Keyingi paytlarda xuddi shunday ashyolar aniqlandi. Aniq fanlarni yutug'idan, ya'ni aniq davrlashtirish radiokarbon usulida xuddi shunday ashyolar aniqlanib, u miloddan oldingi 6-4-asrlardan ham qadimroq, hatto miloddan oldingi 13-asrlargacha biz yashab turgan zamondan 33-34 asr oldin aholi o'zlashtirilgani isbotlanyapti. Bu mana ko'rinib turibdi-ku, mana shu yangi topilayotgan ashyolar shu Shoshtepadagi topilganlar bilan qiyoslash Toshkentning tarixini yanada qadimiylashtirdi. Bu albatta Toshkentning nafaqat Toshkentning tarixi, bu O'zbekistonni, O'rta Osiyo deyapmiz, Turon Turkistonni o'ziga xos tarixini yoritishga yordam beradi. Keyingi bosqichlarda ham xuddi shunday moddiy ashyolar o'rgangan. Mana shu asosida butun O'zbekistonni tarixini yozishda, davlatchilikni, xalqni urf-odati, madaniyati qanday bo'lganligini yozishda mana shu Shoshtepadagi ashyolar katta ahamiyatga ega. Rahmat, Omonniki, marhamat, qo'shimchalar bo'lsa. Umuman Toshkent ekspeditsiyasi haqida ham to'xtalib o'tsangiz, chunki ko'pincha bizda Mason boshchiligidagi o'sha Xorazm, Tolstov boshchiligidagi Xorazm ekspeditsiyalariga ko'p to'xtalamiz. Nimagadir arxeologlar tomonidan ham Toshkent shahrida yoki Toshkent vohasida qilingan ekspeditsiyalar ko'p ham tilga olinmaydi. Rahmat. Shu birinchi o'rinda aytib o'tish kerak, Toshkent shahrida o'tkazilgan arxeologik ekspeditsiyalarda eng asoschisi bu shu Margarita Ivanovna hisoblanadi. O'sha Toshkent ekspeditsiyasini boshlig'i sifatida ko'p yodgorlar o'rgangan, monografiya yozgan Toshkent vohasi shaharsozlik madaniyatini vujudga kelish to'g'risida. Mana shu monografiyasini orqasida mana shu Beruniy unvoniga ham sazovor bo'lgan. Endi asosiy qilgan mehnati mana shu Toshkent vohasidagi arxeologik yodgorliklarni o'rganish, arxeologiyasini yoritib berish bo'lgan. Endi Margarita Ivanovnani bu yerda bitta narsani aniq aytishimiz kerak. U 2200 yillik berishiga bundan oldin 80-yilda tadqiqotlar natijasida 2000 yillik berilgan. U o'sha aynan Shoshtepani qazib o'rganish natijasida shu xulosalarga kelingan. Undan keyin 2009-yilda yana Margarita Ivanovna shu UNESCO'ni 34-konferensiyasida Shoshtepani materiallari bilan chiqib 2200 yillik davrni asoslab bergan. Shuni natijasida Toshkentda yubiley 2 marta nishonlangan. 2000 yillik alohida 83-yilda adashmasam nishonlangan. 1983-yilda. Endi bunga asosiy sabab o'sha paytda qandaydir bir arxeologlar orasida tendensiya bo'lgan. Qadimiyroq materiallar topishga, kimlardandir o'zib ketishga, qaysidir ma'noda o'zini ilmiy yangiligini muhimroq ekanini, ahamiyati kattaroq ekanini ko'rsatish bo'lgandir balki.
endi ilmga qiziqish shu darajada bo'lgandir balkim. Endi o'sha tendensiyani orqasidan bu narsa bo'lib kelyapti. Samarqandda ham 2700 yillik berib yubiley qilindida yana 50 yil qo'shib qo'yib 2750 yil qilib nishonlashdi. Endi qaysidir ma'noda fanda bu narsa isbotlanib asosga ega bo'lgani uchun shunaqa yubileylar, bayramlar o'tkazishga asos bo'layotgandir balki. O'zi arxeologiya fanida Margarita Ivanovnani hozirgacha ham anaqasi bor, ishtiyoqi bor. Oxirgi o'tkazilgan tadqiqotlarda ham pastki qatlamlardan burgulik madaniyatini topaman deb haligi ishtiyoq bilan yurdi. Hozir ham ko'p ma'ruzalarida pastki qatlamda burgulik bor degan gaplarni aytadi. Nima bor? Burgulik madaniyati. Burgulik madaniyati. 2200 yildan agar burgulik madaniyat materiallar chiqsa 3000 yil deyish mumkin keyin. Tushundingiz-a? O'sha boyagi umri o'tganda ularda o'sha tendensiya qadimiylashtirish, qaysidir ma'noda katta yutuqqa erishish degani qadimiylashtirish. Qatlamni qazib chiqqandan har bir qatlamni o'ziga xos madaniy qatlamga ega ekanligi arxeologiya fanida ham isbotlangan. Margarita Ivanovnadan oldin Terenoshkin, Duke deganlar mana shu Toshkent vohasi hududida ishlagan. Ular burgulik madaniyatini, bronza davrini o'rgangan. Ularda o'zidan oldingilarda tendensiyasini davom ettirib, xuddi mana Grigoriev Qovunchida bronza davri deb hali qilishiga temir topolmagan. O'shani asos qilib yozib ketgani uchun bular keyingi davrdagilar ham xuddi shu narsani yodgorliklarda ko'rsatib, temir haligi uchramaganligi uchun bronza, lekin sopol madaniyatiga ko'ra keyingiroq davr bo'lganligi uchun chalkashlik bor. O'zingizni shaxsiy fikringiz qanday? Bu borada, ya'ni ilmiy faraz to'g'risida har qanday farazlar o'rtaga tashlanishi mumkin, lekin olimlarning o'zini biror bir yakdil yoki qarama-qarshi fikrlari mavjud. Endi men ko'proq oraliq davr, qaysidir o'tish davrida bitta davr qolib ketgan deb o'ylayman men o'zim ham. Bronzadan to'g'ridan-to'g'ri nimaga temir davriga oraliqda bir davr qolib ketgan deb o'ylayman. Endi uni isbotlash uchun ancha ko'p ish qilish kerak edi. Endi bizda oldingi olimlar ham hammasi shu narsada ko'p tortishma qiladi. Bu farazni isbotlash uchun avvalambor o'sha madaniy merosni, ya'ni hududni qayerda joylashganligi, suv qachon qayerdan o'tganligi, ya'ni bu yerda o'sha arxeologiyada hozirgi kunda arxeologiya milliy markazi tomonidan qo'llanilayotgan fanlar aro yondashuv ham qaysidir ma'noda yordam berishi mumkin. Qay darajada hozirgi kunda shu fanlar aro yondashuv? Men ozgina qo'shimcha qilaman. Marhamat, Timurod aka. Toshkent kompleks arxeologik kompleks ekspeditsiyasi nomi shunday bo'lgan. Bu o'tgan asrning 50-yillarida faoliyat boshlagan. Moxondaryo ekspeditsiyasi Yaxya G'ulomov boshchiligida bo'lgan. Bu o'sha Buxoro hududlariga umuman birinchi dastlab tarix institutini tarkibida bo'lgan arxeolog u paytda ham boshlangan edi. Undan keyin ajralib chiqdi 70-yilda. Arxeologiya va tarix instituti. Samarqandga arxeologiya instituti ko'chib ketgandan keyin ham Toshkent ekspeditsiyasi shu yerda bo'lgan. Bunda Toshkent arxeologiya kompleks ekspeditsiyasi rahbarlari asosan ayollar. Zamira Uspanova arxeolog, Vera Andreevna arxeolog, hamda Margarita Ivanovnalar shu Toshkentning atrofida ayollar uzoq hududlarga borib, erkak kishilar qiynalmasin degan ma'noda to'g'ri taqsimlangan ayollarning yaqin joyda uyga borib keladigan bola chaqasi bor, shu xabar olib turish uchun shunday taqsimlangan. Mana shu ekspeditsiya o'sha paytda fanlar aro tadqiqotlarning bir boshlanishi bo'lgan. Bu guruhda rassom, arxitektor, o'sha dizayner, yerlarning topografik holatini oladigan geograf, geomorfologlar, arxeologlar birgalikda ish qilgan. Undan tashqari shu joydan topiladigan buyumlarni o'rganish uchun maxsus olib borilgan ekan laboratoriyada metallda shug'ullanadigan ximiklar yoki undan tashqari suyakni shug'ullanadigan zoologlar ham qatnashgan va shu suyaklarni ham aniqlab qaysi hayvonlar
turi oziq ovqat sifatida qaysilar o'rnatilgani haqida ham aniqlangan. Mana shu fanlararo bugun fanlararo deyotgan ekspeditsiyadagi o'sha guruhdagi odamlar paytda ham bo'lgan. To'g'ri, bugun fan yutuqlari kuchli. Har xil mayda elementlardan, hatto chirimlardan ham uni davrini aniqlash mumkin bo'lyapti. Qanday muhitda yashaganligi, ob-havo qanday bo'lgan. Endi qarang, o'rtaga tashlangan fikrlardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, oxirgi marta Toshkent ekspeditsiyasi 2009-yilda o'z faoliyatini tugatgan. Ya'ni Shoshtepani o'sha madaniy qatlami ilk temir davriga kelganini isbotlagandan keyin 2250 tarixga ega ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin bu ekspeditsiya o'z faoliyatini tugatgan. Shundaymi? Endi tugatdi deb bo'lmaydi. Ekspeditsiya sifatida doimiy har yili chiqadigan, mablag' ajratilgan, doim har yili Toshkentdagi u yoki bu yodgorlikni qazadigan guruh bo'lgan. Xo'p, aniq bir savolni o'rtaga tashlayman. Qachon oxirgi marta Toshkent ekspeditsiyasiga pul ajratilgan? Ekspeditsiya uyushtirish uchun. Toshkentni oxirgi martasi o'sha Toshkent 2200 yilligi yubiley munosabati bilan 2007-2008-yillarda ming o'rik qazilgan. 2021-yilda qisman o'sha ustini yopamiz degan bir va'dalar bilan Shoshtepada qazishga olib borildi. Bu xo'jalik shartnoma asosida. Alohida Toshkentni ekspeditsiya qilib, har yili mavsumiy bahor va kuzlarda qazishni olib boradigan ekspeditsiya ancha oldin 90-yillardayoq to'xtagan edi. Omon akada qo'shimcha bormi, marhamat? Ha, bu 2000 Dilmurod qo'shimcha qilmoqchiman. 2021-yil shu tadqiqotlar olib borilgan, qaysi ma'noda u o'sha xuddi siz aytganday, siz aytganday ustini yopish bahonasida u to'g'ridan to'g'ri ochiq varaqa olinmagan. U tadqiqot hisoblanmagan. U konservatsiya qilish uchun ustunlarni joyini qazish ishlari bo'lgan. Bu yerda faqat kuzatuv sifatida qatnashgan arxeologlar. Filonovichni o'zi, keyin Grisina Aleksandrovich qatnashgan. U o'sha hozirgi ko'rsatilayotgan proyekt bo'yicha 20 ta aylantirib shurf qazilgan, o'sha 26 ta o'sha shurflarda asos bo'ladigan ustunlarning joyi. Beton quyilib, o'sha ustunlar o'sha betonga biriktirilishi kerak bo'lgan. Yerda tadqiqot bo'lmagan. Yerda faqat kuzatuvchi sifatida qatnashgan. Ya'ni tadqiqot qismlari 2007-2008-yilda nihoyasiga yetkazilgan. 2007-2008 u to'xtagan o'zi u paytda shu ming o'rikda borilgan. U 90-yillarning oxirida qazilgan ishlar shu 2021-yil. Endi bu Shoshtepani nimaligini o'zi birinchi tushunib olaylik-da. Mana juda ko'p uzoq davomida u yoki bu yillarda to'xtagan bo'lsa Shoshtepa o'rganilgan. Katta guruhlar 50 ta 100 talab odam ishlagan. Asosan arxeologlar. Hamma a'zolar bo'lgan, ishchilar, kompleks ekspeditsiya degani hamma sohadan bo'ladi. Hamma sohadan bo'lgan deyarli. Shuni asosida yuqorida aytganimdek, miloddan oldingi 1-ming-yillikdan to Amir Temur davrigacha bo'lgan davrga oid hamma qatlamlar aniqlangan. Bu qatlamlar qanday qatlamlar? Eng pastidagisi ilk temir deyapmiz, burgulik madaniyat deb aytib o'tib ketdi. Uni uzoqroq bo'lganicha to'xtalmaymiz. 4-asrgacha bo'lgan, miloddan oldingi 4-asrgacha bo'lgan, 1-ming-yillik boshidan 4-asrgacha bo'lgan qatlam bu burgulik madaniyati aniqlangan. Bular yer to'lada yashagan. Uning ustida bir chorvadorlar madaniyati kelib ketgan degan fikrda yozgan, ya'ni qabr topilgan. 3-periodni o'tish davri 4-3-asrlar deb hisoblanadi. Bu ikkinchi qatlam. Uni ustida qovunchi madaniyatini davri deyiladi. Fanda kirgan bu miloddan oldingi 2-milodiy 6-asrning o'rtalarigacha bo'lgan davrda yashagan aholidan o'zidan qoldirgan madaniyat. Ya'ni bu boshlanishi Qang davlatini, davlatchilik nazariyasidan ketadigan bo'lsak, Qang'oylar davlatini paydo bo'lishi bilan boshlanadi. Ana shu paytda Qang davlati paytida, ya'ni miloddan oldingi 2-3-asrlarda Shoshtepada katta qalin devor bilan o'rab olingan, ikki qavat devor bilan o'rab olingan, o'rtasida xoch shaklidagi imorat borligi aniqlangan. Uni qomishdan qurilganligi, kiradigan arka shaklidagi eshiklari bo'lganligi, biz hozir mana saqlanib qolgan imoratlarimizda, Temuriylar davri imoratlarida ko'ramiz, eshiklar arka shaklida. Xuddi shu u miloddan oldingi 3-2-asrlarda qurilganligi isbotlangan. Undan keyingi qatlam milodiy 1-2-asrlardiki. Bu ham Qanglar davri.
yana bir qurilish davrini qatlamlari aniqlangan. Bunda asosan sopol buyumlar yaltiratib angoplangan. Bu angop degani sir, hozir sirga taqlidan va qo'lda yasalgan ashyodir. Undan keyingi yana bir qatlam bor. 2-4 asrlar bilan bu ham shu qovunchi madaniyati edi. Bu Qang davlatini yemirilayotgan davr va eftalitlarni boshqalayotgan davr bilan to'g'ri keladi. Undan keyingi yana bir qatlam bor. Ming'o'rik bosqichi deb Ming'o'rikda qazish ishlari olib borilgan qatlamda aniqlangan. Shu bilan mos keladigan qatlam aniqlangan. Bunda ham o'ziga xos qo'lda qo'polroq ko'chmanchilarga xos bo'lgan bir an'analarda ishlangan jun madaniyati deb kirgan bir madaniyat ham borda, shunday ashyolar topilgan. Undan keyingisi turk xoqqonligi bilan bog'liq davrga to'g'ri keladi. Turk xoqqonligi davriga oid qatlam aniqlangan. Uni ustida turk xoqqonligidan keyingi qatlamning ustida tushkunlik davri, olovni izlari saqlanib, o'sha hozir biz ko'p ko'radigan imoratlar ham o'sha paytda vayronaga aylanib ketgan. Bu 712-13-yillarda arablar bostirib kelgan paytda vayron bo'lganligi shu yozma manbalarga mos kelgan. Undan keyin Tohiriylar paytida yana hayot kuchayib, atrofi ilgari ham o'ralgan, atrofi yana ham o'ralgan, aholi yashaydigan joylari bor, yana bir istiqomat qiladigan joylari bor bo'lgan, istihkom qishloq, bir yaxshiroq, kattaroq qishloqqa aylangan. Undan keyin Somoniylar davri 9-asrlarga oid qatlam. Uni ustida Qoraxoniylar davriga oid 12-asrlarga oid qatlamlar va uni ustida Xorazmshohlar 13-asrning boshlarigacha bo'lgan qatlamlar aniqlangan. Va yana o'sha ilk o'rta asrlarni 7-8-asrning boshlarida bo'lgan vaziyat Chingizxonning boshchiligidagi qo'shinni kelishi bilan ham bog'liq shunday tushkunlik holatlar chiqdi. Uni ustidagi sopollar yer sathidan ustida chiqib qolgan sopollar bu Temuriylar davriga oid hisoblanadi. Mana shunday bosqichlarni davrlashtirish nuqtai nazaridan batafsil aytib o'tdingiz. Ulug'bek akaga yuzlanmoqchiman. Mana shu sanab o'tilgan davrlar bo'yicha manbalarda nima deyiladi? Ya'ni Shoshtepaga biz e'tibor qaratmayotganimizni bir sababi balkim uni poytaxt yoki xalqaro savdoda u qadar muhim emasligidir. Endi olimlarning qarashi bor. Shoshtepada o'rnida juda yirik ibodatxonani borligi. Boya Dilmurod hayvonlarning suyagini sanab o'tdilar. Haqiqatan juda ko'plab suyaklari topilishi. Bu suyaklar mana shu yerda qurbonlikka keltirilganligi, ya'ni hayvonlarda otashparastlarning ibodatxonasi bo'lganligi. Chunki o'sha Margarita Ivanovna Filanovich tadqiqotlar olib borganda juda ko'plab kul qoldiqlari. O'zim ham qiziqib so'raganman, kul qoldiqlari nega bunchalik ko'pligi? Bir yosh bo'lganmiz, qiziqqanmiz. O'shanda bu yerda mana shu o'chmas olov yonib turgan. Chunki bino mana shu 2-asrda binoni miloddan oldingi avvalgi 2-asrda bino xochsimon qurilganligi, juda ko'plab inshootlarda o'sha davrga oid inshootlarda aylana bilan o'ralgan. Dinga ibodat qilingan, ya'ni qaysi din ustuvorli bo'lgan? Qarangda bu quyoshga taqlid qilib, ya'ni olov, ya'ni otashparastlar ibodatxonasi, ya'ni mangu olov yonib turgan, o'chmagan u olov tinimsiz yonib turgan va bu yerga, bu atrofga mana shu olovning yonida juda ko'plab qurbonliklar keltirilishi o'sha hayvonlarning suyaklarini juda ko'plab topilishi bilan xarakterlanadi. Endi Grigorievlar tadqiqot olib borganda mana shu 20-asrning boshlarida va undan keyingi davrlarda, masalan Krasheninniklar tomonidan manbalarda keltirilganda bu yerda yer osti ibodatxonasini borligi ham, ya'ni saklarga yer osti podzemniy, podvalniy помещение ibodatxona borligi taxmin qilgan. Chunki bu yerda yana bundan tashqari juda katta nekropol toplangan. Nekropol o'sha qabrlar yig'indisi va inson suyaklari. Albatta bu an'ana ko'chmanchilarga xos bo'lgan an'ana va o'sha Sirdaryoning quyi oqimidan kirib kelgan madaniyatni uyg'unligi. Chunki bu yerda g'ishtlarda ko'rinib turibdi, o'sha xom g'ishtlar. Asosan xom g'isht. Shuning uchun ham bu ibodatxonani ham ko'chmanchi deb aytishimiz mumkin. Ko'chma ibodatxonalar mavjud bo'lganmi yoki faqatgina shu Shahriston qismida ibodatxona joylashuv joyida muqim bo'lgan ibodatxona? O'chmas olov masalasida ham. Chunki ibodat qiluvchilar ko'chmanchilar bo'lgan. Bu endi qiziq masalada. Shunday bir nima deydi, ikki xil madaniyatni qorishuvi. Ya'ni o'troq dehqonlar madaniyati va ko'chmanchi chorvadorlar madaniyati bilan uyg'unlashgan.
albatta chorvadorlarda ham albatta diniy yangi dinga sig'inishlar bo'lgan albatta. Olov bu bir nima desam bo'ladi, bu olovni muqaddasligi zardushtiylarga ham qalishi, ya'ni olovni muqaddas hisoblanganligi, olov bir qandaydir bir juda ham bir qimmatli bir ne'matligidan mana shu olovni mangu yonib turganligi mana shu. Yo'q, menimcha o'ylaymanki bu ko'chmanchi hech qanaqa ko'chma ibodatxonalar bo'lmagan. Bu savolni bekorga berganim yo'q. 2020-yilda Petra shahrida safarda bo'lganimda aynan Iordaniyada. Iordaniyada Petra shahrida ko'chma ibodatlar, ya'ni vaqtinchalik nikohxonalar va uni tuzilishi haqida Yo'q, siz aytayotgan u narsa semitlarga xos bo'lgan. Ya'ni semit xalqlari o'sha yahudiylar, arablarga xos bo'lgan va undan tashqari bilamiz Petra o'sha siz aytayotgan yodgorlik bu ko'proq o'sha bir davr Rim imperiyasini ham tarkibida bo'lgan, Yaqin Sharq hududi o'sha hozir sanab o'tgan qatlamlarga ko'ra bizda ham bir qancha diniy ibodat turlari mavjud bo'lishi kerak va hayvonlarni, ya'ni totemlarni qaysidir majoziy ma'noda qandaydir belgilari qolgan bo'lishi kerak. Mana ko'plab loydan sopoldan yasalgan aynan mana shu Shoshtepada zoomorf haykalchalar. Ya'ni o'choq qoldiqlari va dasturxonlarda o'sha oyoqlari mana shu sopoldan yasalgan, hammasi zoomorf. Echki, to'g'rimi? Tog' echkisi, shunga o'xshash hayvonlar tasvirlangan. Juda ko'plab. Agar qo'shimcha bo'lsa, marhamat. Qatlamlarni sanab o'tdim-da, 7-8 ta qatlam. Mana ekranda turgan imorat. Biz aynan 3-qatlam, pastidan 3-qatlam shu imorat ibodatxona. Hozir do'stimiz Ulug'bek ham shu haqida gapirdi. Bunday ibodatxonalar birinchi Choshtepada, Toshkentda, birinchi Toshkentda paydo bo'ldi. Lekin ko'chmanchimi, chorvadorlarga javob beradigan savollar bor va unga javob ham bor. Xuddi bunga o'xshagan o'rtasi qoch, atrofi aylana bo'lgan inshoot Sirdaryoni Orolga quyilishidan sharq tomonda Jetasar degan bir o'lka bor. Jetasar madaniyati deb fanga kirgan. U millatdan oldingi 9-asrdan boshlanadi. Bundan qadimiyroq, bundan qadimiyroq. Millatdan oldingi 4-3-asrlarda o'sha ko'chishlar boshlangan. Bu nimani hisobiga? Yer silkinib, zilzila bo'lganda Amudaryo, Sirdaryo o'zanini shimolga qarab burgan. Mana Neolit davrida Amudaryo to'g'ri Kaspiyga qurilgan bo'lsa, 2-3 Neolit davrlaridan keyinroq oxirlarida bu yoqqa qarab burilib shu hozirgi holatga kelib qolgan. Ana shu silkinishlar paytida 2-3-asrda, millatdan oldin 3-4-asr silkinishlar paytida o'sha Cherekrabot deyotgan joyimizdagi madaniyatda tushkunlik bo'ladi. Ya'ni yer qimillaganda daryolar qiyshayib suv bormay qoladi. Dehqonlar yashardi, shahar madaniyatini biladigan aholi yashardi. Ana shu madaniyat vakili xuddi shunday qilib Qozog'istonda ham hozirgi O'tror degan joy bor. O'trorda ham mana shunday ibodatxonani o'rni ochilgan. Yoki yuzlab qabrlarda xuddi shunday. Bu hali buni zardoshtiylik yoki boshqa din demasakda otashparastlik, olovga sig'inish, quyoshni muqaddas bilish deb shu olimlar tomonidan aytilgan. Uni xoch shaklidagisi quyoshni ramzi aylana bu shu atrofidagi. Undan tashqari shu nur taratayotganday qilib atrofiga kirish joylari ham qilib qo'yilgan. Eng mana shu Shoshtepani biz saqlab qolishimiz kerak bo'lgan. Kelajakda bizda yurtimizda aholisi islomdan oldingi qanday dinlarni shu e'tiqod qilganligini, ular ko'chmanchimi, chorvadormi bo'lgan, ko'chmanchi chorvadormi yoki o'tiroq bo'lganligi isbotlaydigan dalil hisoblanadi. Bu albatta yuqorida aytganimdek shaharni quradigan, devorni quradigan, arka shaklidagi kirish yo'lini quradigan, ustini yopadigan, olovni muqaddas saqlaydigan dehqonchilik bilan shug'ullanadigan aholi vakillariga tegishli bo'lgan. Dilmurod aka, Shoshtepaga oddiy tomoshabin yoki oddiy toshkentlik bo'lib qaraganimizda faqat qum uyumlarini va biror bir binoni, qaysidir tepalikni qoldiqlarini ko'ramiz. Boshqacha ko'z bilan biz ko'ra olmaymiz. Buni faqat mutaxassislar bila oladi. Shoshtepadan topilayotgan o'sha sopol buyumlar deymizmi, hayvon qoldiqlari deymizmi yoki o'sha antropologik qanaqadir ashyolarmi, ular qayerda saqlanadi? Nima uchun ular ommalashtirilmaydi?
masala shundaki, Shoshtepani muhimligini faqat hatto mutaxassislar emas, tor doiradagi mutaxassislar bilib bormoqda va yildan yilga biz shunday noyob obyektni, noyob madaniy merosni yo'qotib borayotganimizdan juda kamchilik, afsusda. Juda kamchilik. Haqiqatan ham biz ham tajribasiz, endi hali tajribaliman deya olmaymiz, tajribasiz paytlarimizda bu ham bir biz uchun do'ng edi. Boshqa narsa. Talaba bo'lib yurgan paytlarimizda, amaliyotga borganimizda bir do'nglik edi. Hozir ham o'sha Shoshtepani yonida yashaydigan yangi Choshtepa mahallasidagilar uchun do'nglik u. Endi buni biz fanga kirib borganimizdan keyin chiqayotgan sopoli tarkibiga qarab ham o'shani qiyofasi qanday bo'lganini ko'z oldingizga keladi-da. Do'ngliklar bo'lib, tepaliklar bo'lib yotgan joyi ham ko'rganimizdan u aylana bo'lganmi, to'rtburchak bo'lganmi, bu tajribadan kelib chiqib, shu ustozlardan olgan ilmga kelib chiqib qandayligini bilamiz. Lekin buni o'sha kichkina bir bo'lakchasi, sopol bo'lakchasi ham tiklash mumkin. Uni sinig'idan butunlari saqlanib qolganlarni o'xshash qilib shundayligini aniqlash mumkin-da. Bu ashyolar bir qismi. Butun topilgan sopol ashyolar bormi, mavjudmi? Butun topilgan ashyolar ham bor. Ular hozir Toshkent muzeyida, O'zbekiston tarixi davlat muzeyining qoshidagi Toshkent muzeyida saqlanadi. Bundan tashqari yana bir boshqa bir ashyolari Milliy arxeologiya markazining fondida ham saqlanadi. Lekin asosiy muzeyga qo'ysa bo'ladigan, uni hatto maket chizmalarigacha bo'lgan narsalar shu Toshkent muzeyida saqlanadi. Albatta uni toshkentliklar borib ko'rsa, yoshlar ko'rsa, Shoshtepani qanday inshoot bo'lganligi haqida, kimlar yashaganligi haqida, qanday umrguzaronlik bo'lganligi haqida tasavvurga ega bo'ladi. Men qo'shimcha qilsam, shu yerda Hilolaxon marhamat. Xalqni e'tibordan chetda qolib ketdi bu yodgorlik. Chunki Toshkentni 2009-yilgi 2200 yillik yubileyda asosiy kuchni Ming'o'rikka berdi. Chunki Ming'o'rik Toshkentning markazida. Shoshtepa o'sha davrlarda shaharda eng chekkasi hisoblangan. O'sha Sergeli tumanida hududida joylashgan, odamda bir ko'ziga bir tashlanmaydigan joy. Endi hozirgi kunda o'sha Ming'o'rikda turistlar uchun bir chiroyli, haqiqatdan ham chiroyli obyekt qilib qo'ydi. Ustini yopib, konservatsiya qilib, atroflarini o'rab, juda katta muhofazaga olindi. Shoshtepa lekin ming afsuski yemirilib boryapti. O'tgan yil ham, undan oldingi yil ham juda katta qismi qo'porilib tushdi. Albatta bu qo'porilishi albatta tabiat, tabiiy sharoit. Bundan tashqari Yangi hayot tumanidagi olib bor, hozirgi kunda endi Yangi hayot tumaniga kiradi. Keng ko'lamdagi qurilish ishlari ham ta'sir ko'rsatyapti. Lekin bir necha yildan beri va'dalar qilinadi, faqat va'dalardan tashqariga chiqmayapti. Ustini konservatsiya, restavratsiya qilish. Bir arxitektor, dizayner bir do'stimiz bor, yigit Timur Nurulin degan bola, uni 3D formatda turistlar uchun jalb qilishga xos bo'lib, uni bir restavratsiya qildi, anaqa qilib, 3D formatda. Juda ham chiroyli. Agar haqiqatdan o'sha joy shu holatda tiklansa, mabodo o'ylaymanki, hozir juda ham turizm jadal rivojlanyapti. Targ'ib qilish masalasiga yana ham yaxshi bo'ladi boyagi savolga. Shu joyni o'zida ashyolar olib borib qo'yiladi, Shoshtepa haqida tasavvurga ega bo'lib chiqib ketiladi. Kelayotgan turistlarimiz bugun Samarqandga, Buxoroga boradi-da. Asosan 11-12 yoki Temuriylar davrining inshootlarini yoki 19-asrning inshootlarini ko'rish. Yoki Shayboniylar. Agar buni shunday qilib qo'yiladigan bo'lsa, do'stimiz aytgandek qilib qo'ysa, ulardan qadimiyroq. Ya'ni bundan 2600 yil oldingi inshootni ko'rish imkoniyati bor. Madaniy meros agentligidan ham mutaxassislarni chaqirgan edik. Afsuski ular ko'rsatuvda ishtirok etisha olishmadi va umuman Madaniy meros agentligi tarkibida Toshkent shahar boshqarmasida arxeologiya bo'limida bor yo'g'i 2 mutaxassis faoliyat yuritar ekan. Shulardan Alisher Yorqulov va Behzod. Ular ma'lum bir sabablarga ko'ra qatnasha olmadi. Vaholanki ko'rsatuvda ular javob bera oladigan savollar ham mavjud edi. Shunga qaramasdan Toshkentdagi aynan Shoshtepa yodgorligi bo'yicha Lex.uz'da ma'lumot berilishicha 2023-yil may-avgust oylarida
to'liq rekonstruksiyadan chiqarilishi ko'zda tutilgan ekan. Hozirgi ahvoli qanday Omon aka? Men u sal aloqam bor. Biz to'g'risi madaniy meros tashkiloti bilan birga ishlaymiz. Ulardan ochiq varaqa olib qazishma o'tkazamiz. Ular to'g'ridan to'g'ri bizdan yuqori turadigan tashkilot hisoblanadi. Arxeologik nazorat o'tkazamiz. Qutqaruv ishlarini olib boramiz. Misol shahar hududlarida yoki Shoshtepa'dagi tepali ag'darilib tushgan tasodifiy topilmalar chiqib qolsa qutqaramiz borib. Ochib, ilmiy asosini kiritib, nima ekanligini aniqlab, o'sha yo'q bo'lib ketmasligini oldini olamiz. Hech bo'lmasa nimada qog'ozda qolsin, keyin kelajakda yoshlar ilmda foydalansin degan unaqada. Yana ko'proq hozir bu ko'rayotganimiz birinchisi emas, bu Nurullinning ishi boshida qilingan ish edi. Arxeologik park degan loyiha bor edi. Undan keyin Nurullinning ishi qo'yildi. Nurullinning ishi to'g'ridan to'g'ri mana shu ustini yopish bilan bog'liq edi. Undan oldingi arxeologik parkda usti ochiq edi. Lekin atrofida uni tomosha qilish uchun keladigan turistlarga mo'ljallab qilingan sharoitlar bor. Atrofida edi. Keyin u atrofidagi loyiha o'zgarib, ustini yopishga o'tdi. Nurullin ustini yopishni loyiha qildi. Uni loyihasi o'tmadi. Undan keyin yana boshqa loyiha qilindi. U ham hozircha cho'zilib turibdi. Hozir oxirgi mana shu loyiha ekrandagi eng oxirgi oq tomli shu loyiha o'sha bo'yicha boyagi katta shurflar 20 dan oshiq shurf qazilgan. Lekin afsuski o'sha mana ro'parosa 2 yil bo'ladi agar qish bo'lsa. 2 yildan beri u shurflarga yomg'ir tushyapti. Quyosh nuri ta'sirida to'g'ridan to'g'ri uni pastki qatlamdagi imoratlar ham yo'q bo'lyapti. O'zi konservatsiya qilishni o'zida o'sha shurt qazishni jarayonida qancha tarixiy qimmatliliklar yo'qoldi. Shu bo'yicha lekin uni men hozir nimada savolga aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, biz javob bera olmaymiz. Biz ilmiy xodimmiz. Shu yodgorlikni bizga bersa, bir joyini qaz desa, boya yuqori aytgandek qatlamlarini, ashyolarini aniqlab tutib tashlashimiz mumkin. Qachon yopiladi degan savolni hamma beradi. Masalan, men Toshkent vohasi bo'yicha yurganman, Toshkent shahrida ham yurganman. Kim ko'rib qolsa, qachon yopasan Shoshtepani deydi. Qani edi meni qo'limda bo'lsa, shuni yopsamda turist keladimi, boshqa keladimi, shu saqlanib qolsa. Biz bir necha marta borganmiz, mana Ulug'bek do'stimiz bilan borganmiz, Margarita bilan borganmiz. Axlatlarni yig'ishtirib, shu yiqilib ketganda, shu yonida inshootlar qurilayotganda yerda shu urib ana qilganda, qoziqlab qoqqanda bir qismi yiqilib tushgan edi. 2 metrga yaqin joyi, qiya shaklidagi joyi bor, yiqilib tushgan. Shuni toshlarini, g'ishlarini, o'lchamlarini, kul qatlamlarini haqida gapirdi. Borib Margarita bilan ko'rib, chizmalarni olib qilganmiz, qatnashganmiz. Jonimiz achiydi. Lekin bu savolga javob bera olmaymiz. Men ham siz aytgan masalalarda ma'lumotlarim bor. Bir marta borganimda hatto meni kirgizmagan shu Shoshtepaga. Nimagaki Shoshtepa masalasi ko'tarilgan edi. Margarita bilan ijtimoiy tarmoqlarda intervyu bergan edi va qo'riqlanayotgandi. Borganimda kirgizmagan. Nega kirgizmaysizlar? Men arxeologman. Ko'rib ketaman, men bu yomonlik joyim yo'q deganimda kirgizmagan. Keyin yana borganimda kirgizdi. Qaysidir hozir yodimda yo'q, yo Zo'r TV yo MyFi kanali shu yerda ko'rsatuv olgan. Shu ko'rsatuvda men o'zim ko'rganman. Shoshtepa usti yopiladi, turistga aylanadi degan va'dalar bo'lgan. Va bu va'dalarga 2 yil bo'lmoqda. Uni qaysi tashkilot, mana siz aytayotgan tashkilotlar qaysiligini bilmayman, lekin bitta meni qo'limda ham ma'lumot bor. 2022-yil 7-oktyabrda Junariq bo'yidagi Shoshtepa yodgorligi Yangi hayot tumaniga kirar ekan hozir. Shu yodgorlikni restavratsiya qilish, konservatsiya qilish ishlarini amalga oshirish to'g'risidagi takliflar ma'qullash to'g'risida qaror qabul qilingan. Lekin uni ijrosi haqida amalda hech narsa yo'q. Men javob beraman. 2019-yil mutasaddilar keladi, qilamiz, bajaramiz, xo'p bo'ladi deydi, shundan ketishadi. Nimaga bajarilmaydi, Omon aka? Men aniqlik kiritaman. U shunaqa muammo bo'ldi. O'sha dastlab ko'tarilgan payti litsenziya bo'lmadi. Eco House MChJ bor edi, Eco House Group MChJ uni
tarixiy madaniy yodgorliklarni restavratsiya qilish yo konservatsiya qilish bo'yicha litsenziyasi yo'q edi. O'shandan keyin litsenziyani olishga Discovery Invest kirishgan. Discovery Invest kirishib, Discovery Invest anaqa litsenziya olishga musharraf bo'lgan. Uni sababi o'sha qazishma bilan bog'liq. 20 ta nima sho'rf qazilgan-ku. Ustun qo'yish uchun. Bular ustini yopish kerakmidi shunda? Ha, ustini yopish kerak edi. O'shanda Margarita Ivanovnaga ular loyiha ko'rsatgan. Mana loyiha deb. Margarita Ivanovna rozi bo'lgan keyin. Bo'ldi, ish boshlandi. Qazib bo'lingandan keyin yana o'sha loyiha yana bekor bo'ldi. Ya'ni u bizga bog'liq emas, biz bilmaymiz lekin Margarita Ivanovna rozi bo'lishi. Aynan o'sha loyihani ko'rsatilib, anaqa ish boshlanib, qazib bo'lingandan anaqasi asosida Margarita Ivanovna Discovery Investga rozi bo'lib, qo'l qo'ygan. fuqarolik shartnomasi tuzib, arxeolog kuzatuvchi sifatida, arxeolog sifatida yoqqa o'tgan. Bu yerda Aleksandrovich Gritsina, men 3 kishimiz. O'sha uchalamizni ular arxeolog sifatida ishga olyapti-da, nazoratchi sifatida ishga olib, litsenziya olyapti. Xo'p. litsenziya O'shani olish yopish uchun bular olingan, ha. Litsenziya olib bo'lingandan keyin ish to'xtatildi. Ish to'xtatilgan yo'q. U pul yo'q deb turib cho'zilib kelinyapti. O'zi Shoshtepa yodgorligini rekonstruksiyasiga mas'ul tashkilot kim? Ya'ni kimga pul o'tkazilgan? Davlat muhofazasiga olinganmi, olinmaganmi? Shu joyini bilmayman. Men bilmayman kimga pul o'tkazilgan. Tumani hokimiyati. Ya, bu Albatta, yerda yana bir boshqa narsa bor-da. Madaniy meros agentligi. Madaniy meros agentligi uni muhofaza qiluvchi tashkilot. Ya'ni muhofazaga olingan. Muhofaza qiladi, lekin hokimiyat. ustini qurishga ularda nima yo'q. Usta yo'q yoki haligi Imkoniyat injener yo'q, litsenziya ham yo'q misol. Buni pulni bilmaymiz, lekin ma'lumot bor menda. Lekin o'sha litsenziyani olish uchun Discovery Invest harakat qildi, oldi, lekin hali ish bo'lgani yo'q. 2 yildan beri cho'zilib kelyapti. Xalq deputatlari biz xat bilan murojaat qilib chiqmoqchi bo'ldik, lekin kimga nimaga chiqishni bilmadik. Chunki biz chiqishga haqqimiz yo'q. Chunki biz nazoratchi sifatida endi xolos. Shoshtepa masalasida xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 2022-yil 22-sentyabrda qarori bor ekan. O'sha qarorining 2-bandida aytayapti. Toshkent shahrining 2200 yoshini belgilashda yordam bergan o'sha Shoshtepa yodgorligini konservatsiya, restavratsiya qilish uchun Mablag' ajratilishi. Mablag' birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 ming. 7 Hozir muammo aynan 16 milliard 177 ming so'm, Million so'm. 16 million 177 Milliard. 16 milliard 177 million so'm ajratilish yuzasidan qaror qabul qilingan. Bu og'izga oson pul. Lekin nima bo'ldi? Bular hozir bilaman deyapti, yozaman deyapti. Buni bilmaymiz biz. Ya'ni bu Shoshtepa yodgorligida to'liq usti yopiladigan bo'lsa, bu 30 gektarni qamrab oladimi yoki undan ma'lum bir qismini faqat Shahriston? O'sha aynan ibodatxonani yopish uchun Ibodatxonani Birinchi uni o'lcham qatlami qanday hozirgi kunda? 50 metrmidi diametri? 50 metr, adashmasam 50 metr diametrdagi qismi yopish uchun mo'ljallangan. Lekin men arxeolog unaqa sifatida katta konstruksiyani qurish o'zi xavfli. Sababi mana Ming'o'rikda atrofiga kolonna qurgan. Kolonna og'irligidan tashagan ikki tomonga yodgorlikni o'ziga treshina tushgan. hozir mana shu loyiha bo'yicha ham bunaqa loyiha o'tmaydi. Hozir loyiha bu bo'yicha loyihaga ham, men bu loyihaga ham qiyin masala. U katta hozir 4 ga 4 sho'rf qaziganmiz 26 ta. shu loyiha Uni bo'yicha ichini betonga to'ldiradigan bo'lsa, Ming'o'rikka o'xshab bu ham tashlab yuborish hech gap. loyiha bo'yicha fikr bildiraman-da. Hozir loyihachi emasman. Lekin arxeolog qazishmalarda shuni devoriga tushasiz, uyiga tushasiz, arxitektur ishini ham qilyapmiz o'zimiz. Mana guvohsiz, chizmasini olamiz, qanchasini. Loyiha qanday qilingan? Yodgorlikda shu asosiy mana ibodatxona qismida 26 joyda 4 metrga 4 metr chuqurligi, ba'zilarniki 4 metr, ha, adashmasam, ba'zilariki 6 metrligi ham bor. Ba'zilariki 6 metr joy, madaniy qatlamlari bor joy qazib to'proq olib tashlangan. Hozir nimalardir tushib ham yotibdi.
shunaqa loyiha o'zi kerak emas edi. Biz mana futbol o'ynaydigan o'yingohlarga boramiz yoki usti yopiq maydonchalarga boramiz. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, yo'lda ketadigan gaz zapravkalarning ustini yopilganini ko'rib havas qilaman. Men Jizzaxga osh qiladigan joyga kirganman, katta qilib shuni yopib qo'ygan. Shoshtepani ham xuddi shunday qilib yotsa, uncha pul ham ketmas edi, yengil konstruksiya bo'lardi, yomg'ir ham kirmas edi va bunday muhofazaga olingan bo'lardi. Kelib qolmagan bo'lardi. Shunaqa loyihada ham men o'ylayman, hozir aynan shu ishlarni yana jonlantirsa bo'ladi birinchidan xiyolan. Bu yerga tuman yangi aholi mavzelari, juda ko'plab maktab, bog'cha, bundan tashqari shu yodgorlikka olib boradigan metro stansiyasi ham qurildi. Kuni yaqinda mana bir hafta adashmasam bo'lmadi, Shoshtepa nomi ham berildi ikkinchi bekatga. Shoshtepa, endi Choshtepa deyishadi, Choshtepa turar joy majmuasi va Choshtepa bekati. Endi bu noto'g'ri talqin, Choshtepa xalq tilida shunday Choshtepa, o'zi aslida Shoshtepa. Ya u xato deb bo'lmaydi. Shoshni nomi qadimda Choch. Choch, mayli endi Chosh sinonim bo'lib kelgan. Mayli, u ham hali ko'p tadqiqot olib borib, mayli Choshtepa. Aynan hozir shuni tiklasa bo'ladi-ku. Nega? Yana hammasi qog'ozda, faqatgina quruq va'dalar bo'lib qolyapti. Bemalol turistlarmi, misol uchun o'quvchilar, talabalarni bemalol metroda olib borib, oldin qiyin edi, juda haqiqatdan qiyin edi, transport muammo edi. Hozir aynan transport qulay bo'lgan bir hudud sifatida borsa bo'ladi. Nega shuni hozir tiklanmayapti? Boyagi gapi Dilmurodniki to'g'ri, oddiy metal konstruksiyalardan xuddi haligi metan zapravkalarni o'ragandek qilib oddiygina, menimcha 16 milliard ham ketmasdi, balki biz o'ylashimizcha undan ham arzonroqqa tushardi. Shuni qilib atrofini bir o'rab, reshotka bilan o'rab. Pul hali ketgan yo'q-ku, yo'q-ku pul. U yo'q, ha. Biz ketmasdi deyapsan. Shu bilmaymiz nima bo'lgan. U yo'q narsa. Lekin Madaniy meros agentligining rasmiy sahifalarida Shoshtepa bo'yicha biror bir yangilik chiqsa, unga javoban rasmiy munosabat bildiriladi. Ya'ni munosabat bildirilmay qolgan holatlar mavjud emas. Faqatgina shu ruslarda bitta gap bor, mертвая точка deyiladi. Biz bir o'lik nuqtaga kelib qolganmiz va shu nuqtadan qo'zg'ala olmayapmiz. Yildan yilga esa Shoshtepa yodgorligini umumiy holati yomonlashib bormoqda. Yana bitta misol keltirsam, marhamat. Chilonzor Oqtepasi. Atrofida zamonaviy yo'l o'tkazgich, yo'l tushdi. O'sha yo'l Chilonzor Oqtepasini aylanib o'tdi. Bu ham arxeologlarni janjali, ligi trevoga urushi, bank urushi tufayli hisobiga bo'ldi. Anaqa mutasaddilar uni aynan o'sha hatto yodgorlikni buzib, teshib o'rtasidan yo'l o'tkazmoqchi bo'lishdi. O'sha Nurafshon ko'chasiga umuman aylanma yo'l ham qurish mumkin emas aslida. O'zi mumkin, balki mumkin emasdir. Bu ham albatta yodgorlikka juda qattiq ta'sir qiladi. Lekin o'sha yo'l mayli qurildi. Toshkent shahri aholi ko'payib bormoqda. Albatta transport uchun, avtoulovlar uchun albatta yo'l kerak edi, yo'l o'tkazgich. Lekin agar arxeologlar, olimlarni o'sha bong urmaganda edi, balki uni ham qo'porib, teshib o'rtasidan yo'l o'tkazib yuborishga ham sal qoldi. Shunaqa holatlar bo'ldi, Dilmurod, xabaringiz bor. Uni ham o'sha janjallarda ham ishtirok etgan yana o'sha ustozimiz Margarita Ivanovna Filonovich. Nimagadir ular yo'q, bu yodgorlikni saqlab qolish kerak deb oxiri shunday ularni majbur qildilarki, yo'lda aylana qilib, yarim aylana qilib o'tkazishdi atrofidan. Aynan shu hozirgi holatda Toshkent shahrini simvolikasi, ya'ni o'ziga xos bir namuna sifatida shu Shoshtepadagi ibodatxona ramzini olish mumkinmi, yo'qmi? Mumkin. Gerbi sifatidami Toshkent shahrida? Toshkent shahrini gerbimi? Endi Toshkent shahrini gerbi bilan bayrog'i ham hali o'z nihoyasiga yetmagan, faqatgina o'sha qabul qilingan 2009-yilda adashmasam, qaytadan rekonstruksiya qilinmagan bo'lsa, ya'ni har bitta metro bekatini oldida ham biror bir ramziy ma'nodagi arxeologik yodgorliklarni qo'yish mumkin. Lekin nimagadir bizda virtual tarix u qadar ham rivojlanmagan. Bir Margarita Ivanovna bilan bir suhbatimizda qurbaqa shaklidagi totemlar juda ko'p chiqishi haqida aytib o'tgan edilar. Ya'ni qurbaqa o'z navbatida bu boylikning timsoli.
Toshkent shahri azaldan savdo sotiq shahri bo'lganligiga ham misol tariqasida keltirib o'tgan edilar. Yana qanday ramzlar haqida gapirib o'tishimiz mumkin? Shoshtepadan topilgan. Ha, Shoshtepadagi topilgan baqa sirlangan sopolga tushirilgan o'rta asrlar davriga edi. Undan oldingi qadimgi davrda ham baqalar bo'lgan. Endi baqalarni qaysidir ma'noda eng qadimgi mifologiyada yerda ushlab turadigan anaqa hayvon sifatida toshbaqa, qurbaqa kirgan o'sha muqaddas hayvonlar safiga. Keyingi davrda mana Surxondaryodan Sopoltepa, Jarqo'tondalik topilgan baqa shaklida toshdan yasalgan baqani shakli. Boshqa ko'p joylardan topilgan baqani aynan. Uni hosildorlik ramzi ham bor. Butun dunyoda baqani tug'ayotgan ayolni, homilador ayolni homiysi, saqlovchisi sifatida hosildorlik ramzi sifatida keladi. U lekin Avestoda uni sal yomon anaqaga ajratib qo'yadi. Yomon jinslar sifatiga ajratib qo'yadi-da, uncha e'tibor berilmaydi. Lekin aynan bizning hududimizda mana ko'chmanchilarda ko'proq hozirgacha ham taqinchoqlarda baqa tuyma degan narsa bo'lgan, ayollar taqib yurgan yaqingacha. Ayollarni saqlovchilik bo'lgan. Undan tashqari suv bilan bog'liq, suv ilohasi balkim o'sha jun arig'ini bir timsoli, suvni ramzi bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana buni Margarita Ivanovnaning fikri bo'yicha Ayadana deydi buni. Ya'ni o'sha Avestoda olov yoqib ibodat qiladigan alohida bino bo'lgan. Olovni o'sha yerda yoqib kulini ko'mib qo'yaverishgan. Kul muqaddas bo'lgan, yomon narsa tashlash mumkin emas bu. O'shaning uchun qatlamlarida deydi, kul ko'p deydi. Bu doimiy olov yonib, o'sha kulni ko'mib ustida yana olov yoqib, yana ko'mib, ana shunday qilavergan. Shuning uchun shunaqa bo'lgan deydi. Kul ham muqaddaslashtirilganda, священная zala deb kul muqaddaslashtirilganligi uchun kullar ham maxsus bir chekkalarga olib qo'yilgan. Hayvonlar suyaklari ham xuddi shunday bo'lgan. Ya'ni qurbonlikka keltirilgan hayvonlarning suyaklarini otib yuborishmaganda, ya'ni maxsus joyda yiqqan uni ko'p holat. Bu narsa u qadimdan bo'lib kelgan bu hayvonlar suyaklari. Masalan, mezolit davrida ham g'or ungurlarda juda ko'plab uchraydi. Ya'ni keyinchalik suyaklarni misol uchun qadimdan uni bir ashyo sifatida ishlatishgan. Uchini uchkur qilib yoki bo'lmasa bundan bigiz qilishgan yoki bo'lmasa baliq tutish uchun maxsus garpunlar yasagan, undan ilmoqlar qilishgan. Albatta tugmalar ham qilgan, tugmalar qilingan albatta. Ya'ni taroq qilingan. Endi ko'p. Endi ramzlar haqida, hayvonlar ramzi haqida gapirsa, bu umuman Shoshtepa ramzi haqidagi takliflar bor. Qurbaqadan tashqari quyoshga taqilgan ibodat. Tuya ham top. Tuyani bilish kerak. Ya'ni o'tirgan holatda. Undan tashqari idishlarda qo'chqori kallasi ishlangan, ho'kizni boshi tasvirlangan, mana bu podstavka deydi, ana o'choq boshi, o'choq tagilgan. Endi uni asli o'zi ramzi o'zida chizilgan, mana ustida qarasa quyosh ramzini anglatadi. Balkim bunday xoch shakllari shu idishlarda ham bor. Shoshtepadagi idishlarda ham xuddi shunday pyurus yoki aylana chizmalar bor. Shoshtepa yodgorligiga u qadar e'tibor berilmasligiga balkim bu ekspeditsiyani qo'shma loyihalar asosida amalga oshirilmaganligimikan? Ya'ni bilamiz, Samarqandda fransuzlar birga qatnashadi, o'zbek arxeologlari bilan, Surxondaryoda yaponlar birga qatnashadi. Shoshtepani qaysidir ma'noda xalqaro aloqalarga u qadar tortilmaganligimi? Nima sabab bo'lishi mumkin? Orolli nuqtada ko'pincha mana shunga kelganda e'tiroz bildiraman. Chet ellik olim kelib unday qilib berdi. Chet ellik olim bunday qilib berdi. Bizda kechirib qo'yadi. O'rta Osiyo bo'yicha eng zo'r mutaxassislar O'zbekistonda. O'zbekistondan chiqib Qozog'iston arxeologiyasini boshlagan. Turkmaniston arxeologiyasini mana o'sha shakllangan. Bizda shakllanib, ularni rivojlantirgan. Tojikiston, Qirg'iziston hammasini. Boshqa joylarda ham mashhur bo'lgan kerak bo'lsa. Bizda hozirgi arxeologlarimiz dunyoga mashhur ko'pi. Rustam Sulaymonov tosh davri bo'yicha yoki Drevniy Naqshab degan kitob yozib qo'yibdi. Yer qo'rg'on So'dni poytaxt shahri haqida yozgan.
shular o'shalar qilgandan ziyod qilib beradi kerak bo'lsa. Ham o'zini yurti mehrini berib turadi. Bu chet ellikni jalb qilinmasligi sababi har qanday chet eldan keladigan ekspeditsiya o'ziga nimadir olishi kerak. Masalan, Xitoy, Yapon, Koreys keladida buddaviylik bilan bog'liq bo'lsa yoki bo'lmasa o'ziga tegishli bo'lgan madaniyatni izlab boshlaydi. Yevropadan kelayotganlar ko'proq elin madaniyatini izlaydi. Yoki bo'lmasa undan oldin ahmoniylar bilan bo'lgan madaniyatni hisoblaydi. Bizni Toshkent vohasini madaniyati ulardan farqli. Men qo'shimcha qilsam bo'ladimi? Ulardan farqli. Marhamat Tomon aka. U yana bitta sabab borda do'stim. Ular keladi, qisqa muddatda ko'proq natija bilan ketishni xohlaydi. Yo'q, Toshkentga kelmagani haqida gaplashyapmiz. O'sha aynan sabab ham o'shada. Ular keladi, bir qatlamli yodgorliklarni to'liq kompleks ochib, o't ido kirish eshigidan tualetigacha hammasini tasvirlab chiqib ketish kerak. Natija bo'lishi kerak ular. Buni qatlami ko'p. Bitta qatlamni olib razbor qilaman degancha, yechimini topaman degancha vaqt o'tadi, pul yo'qotadi. 3-4 ta qatlamni qazib tushib oxirgisini natijasini olaman deyishni imkoniyati yo'q. O'shaning uchun bunaqa yodgorliklarga qiziqmaydi ular. Ular bir qatlamni oson, hamma narsasi ichida bo'lgan, tez natija ko'rinib beradigan. turadi. Qisqa muddat, qisqa mablag' sarflab katta natijaga erishish. Ularning maqsadi Endi Surxondaryoda Yaponiyani mablag'lari ko'p. Nimaga qo'shma ekspeditsiyalar buddizm bilan bog'liq. Chunki buddizm, Yapon, Xitoy, Koreya davlatlarini ularning bir ramzi, ularning buddizm ularda asosiy aholisi e'tiqod qiladigan dinlar. Shuning uchun ular shunga e'tibor beradi. Ularga boshqa qiziq emas. Gapingiz ham to'g'ri, qo'shib inkor qilmagan holda Shoshtepadan bir buddani haykali chiqib qolganda hammasi chopib keladi. Qo'shma ekspeditsiya gullab ketardi-da. Men shuning uchun aytyapman, ularni ularni qiziqtiradigan narsa ibodatxonasi qiziqish uyg'otmayotgandir balki. Misol. Shunga o'xshash misol uchun mana islom diniga oid bo'lgan yodgorliklarimiz bo'lsa, mana butun islom dunyosi, Turkiya deymizmi, arab davlatlari deymizmi, hammasi qiziqish bildiradi. Chunki ularga bu narsa qiziq. Buddaviylik yodgorliklari Janubiy Sharqiy Osiyo xalq davlatlariga qiziq. Shunga o'xshab men o'ylaymanki, bu ham bir sabab desa bo'ladi-da. Islom davlatlari bilan qo'shma ekspeditsiyamiz borligini bilmasak. Yo'q, bor emas. Mana misol uchun arxeologiyada ekspeditsiyasi yo'q, arxeologiyada yo'q, to'g'ri, arxeologiyada yo'q. Masalan, hadisshunoslikda deymizmi, yo bo'lmasa hozirgi misol uchun uzoqqa bormaylik, mana sharqshunoslik institutini ham moliyalashtirgan. Asosan islom dini davriga oid manbalar saqlanganligi uchun Ummon davlatini katta loyihasi-ku, albatta. Shoshtepani yuqorida savol bo'ldi. Umuman manbalarda aniq joyi, tuzilishi haqida yozma manba yo'q. Yo'q, haligi savolimga qaytaman. Ya'ni Shoshtepani bu qadar chetda qolishini asosiy sababi hech qaysi sulolaning bir poytaxti, poykenti bo'lmaganmikan yoki katta savdo shahar aylanmasiga kirmaganmi? Ya'ni nima sababdan biz uchun juda muhim, ya'ni hozirgi zamonaviy o'zbek davlatchiligi tarixida juda muhim, lekin shu bilan birga biror bir ommaviy axborot vositasi borib Margarita Ivanovna hamma joyga bong urmagunicha bu yodgorlikka hech kim e'tibor qaratmayapti. Negizi nimada ekanligi qiziq. Haqiqatan ham Shoshtepa hech manbada yo'q. Shahar bo'lganligi haqida gapirdi. Keyin uni kattaligi, arki, shahristoni, rabodi shahar deb aytishga imkon bermaydi. Shaharlar mingorik shahar bo'lgani uchun ham o'sha 2009-yillarda ochilgan o'rganilgan. Bu shahardan hali shaharda qishloqdan shaharga o'tish bosqichi, proto shahar deydi buni. O'tish bosqichidagi joy. Bir katta qishloq bunday qilib aytganda. Odamlar o'sha joyda yashaydigan odamlar shu ibodatxonaga borib o'zini marosimini o'tkazib yana qaytib keladigan bir joy. Uni atrofidagi ishlab chiqaradigan markazlar katta emas. O'sha paytda yo'ldan kelayotganda birinchi mingorik rivojlanib ketadi. Shoshtepadan keyin birinchi, ikkinchi asrlarda u shahar maqomiga ega bo'lib ketadi. Bu haqiqatan sal chetroqda bo'lgani uchun u chetam deb bo'lmaydi. Aslida yo'lni bo'yida. Biroz rivojlanmay qoladi-da. Bunga qaysi sabablarki
o'sha tushkunlik rivojlanish bosqichlari paytida tashlab ketilishi bilan bog'liq, yana kelinishi bilan bog'liq. Ilk o'rta asrlarda o'sha arablar kelgan paytda Ming'o'rik bir markaz shahar bo'lganda, Madinat Shosh deyilgan va u sal chetroqda bo'lgan. Shoshtepani shu 3-asrdagi kabi imorati keyingi bosqichda qurilmagan. Shahar ko'chgandan keyin bir yangi aholi kelib Ming'o'rikni o'sha ko'chib kelib joylashgan aholi Ming'o'rikni rivojlantirib borgan. Undan keyin Ming'o'rikdan keyin yana Shoshtepaga hech qanday urg'u berilmasdan Benkatga o'tib ketgan hozirgi Chorsu atrofida. Shunday qilib Shoshtepa biroz o'sha e'tibordan chetroqda qolgan. Lekin to shu arablar kelgungacha bo'lgan paytda mana shu ibodatxona deya olsak agar otashparastlarni marosimlarni o'tkazadigan joyi ishlab turgan doimiy. Qalin 1 metr 2 metrlik kullar yuqorida aytilganda shu olov umuman o'chmagan. 1 daqiqa hatto o'sha olinayotgan olovni bir chetginaga olib saqlagan. Buni bosish mumkin. Hozir ham xalqimiz orasida saqlanib qolgan kulli bosma, kulga puflama boshqa. Mana shu paytlardan bizga amalda bo'lib qolgan. Endi savdo yo'li haqiqatan bu yerda katta bir savdo ishi bo'lgan deb aytish qiyin. Savdo bozorlarining o'rni aniqlanmagan. Bu ham balkim bir omil bo'ladi. Lekin shu bilan Toshkent shahrini yoshini belgilab beruvchi muhim arxeologik yodgorlik hisoblanmoqda. U qarang, har bitta qatlam yoki hatto shu rekonstruksiya yoki konservatsiya qilish jarayonida ham biz bor inshootni ham yo'qotish xavfi kuchli. Haqiqatan konservatsiya qilayotganda yo'qotish mumkin, bu tabiiy hol. Lekin bizni adabiyotlarda saqlanib qolgan narsalarimiz bo'yicha uni tiklashimiz mumkin-da. Grafik tiklash ham mumkin yoki o'zini g'ishini o'lchamlari yozib qolingan adabiyotlarimizda. Shu Toshkent ekspeditsiyasi tomonidan har bitta nima chiqqan bo'lsa, shishaning sinig'i chiqqanmi, ko'za chiqqanmi, devor chiqqanmi, uy chiqqanmi, hammasi chizib olingan. Shu asosda tiklash imkoniyati bor-da. Agar buzilib ketgan taqdirda ham bir qismi qolsa tiklash imkoniyati bor. Agar o'rganilmagan qismlarni hali ochsa, yana boshqa bir ashyoviy dalillar, shu uy-joylarning o'rni chiqishi tabiiy. Omon aka, Shoshtepa haqida yagona bir o'zbek yoki rus tilida fundamental asar yaratilganmi? Agar yaratilgan bo'lsa, u haqida, uning tiraji haqida qayerlardan ma'lumot olishimiz mumkin? Shoshtepani endi qadimgi Xitoy manbalarida o'sha aynan Shi deyilgan Toshkent o'sha Shoshti hukmdorlari bir kunda belgilab ota bobosiga bag'ishlab ibodat qilgandagi gullar, keyin mevalar sochib olov atrofida aylanib nima qilishgan. Shunga Shoshtepani ibodatxonasini ma'lum bir kunda borib o'sha ibodatni bajarib qaytib keladigan joy sifatida Dilmurod domlani gapi to'g'ri. Markazdan chekkaroqda bo'lgan ibodatxonalar odatda bu narsa o'sha qadimgi davrda siyosiy haligi bilan diniy haligi bo'linishi bilan bog'liq. O'z o'rnida o'sha qadimdagi jamiyatlarda ham dindor ham siyosiy boshliq bo'lgan davr bo'lgan. Uni ajralishi bilan xuddi domla aytganday o'sha davrga to'g'ri keladi. Xontepa bor, nimada Qarshida, u ham shahardan alohida. Bu necha asrlarga to'g'ri keladi? Ya'ni ibodatxonani shahar tashqarisida bo'lishi. Ilk o'rta asrlar davri o'zi Xitoy manbalari ham asosan Shi deb turib ilk o'rta asrlardagi davrdagi Toshkentni nazarda tutishgan. Aynan domla aytganday o'sha chetroq shahar chetrog'ida bo'lgan. Uni atrofidagi joylari ham o'sha ibodatxonaga xizmat qiluvchi aholi yashagan bo'lishi mumkin-da. Ko'proq o'shaning uchun hunarmandchilik emas, boyanday diniy anaqaga bag'ishlangan yoki o'sha bilan ixtisoslashgan hudud sifatida katta bo'lib rivojlanib ketmagan. Fundamental asar haqida savol bo'ldi-da. Toshkent tarixi degan kitob bor. Qadimgi Toshkent Muhammadjonov, akademik Muhammadjonov. Arxeolog domlamiz, akademik domlamiz. Ham manbashunos, ham arxeolog, akademik. Undan tashqari Drevniy Toshkent, Toshkent, qadimgi Toshkent degan to'plam bor. Undan tashqari Margarita Ivanovaning ikkita qalin fundamental asari bor.
Toshkent shaharsozlik paydo bo'lishi, Toshkent tarixi, arxeolog manbalar asosida degan kitoblari bor. Shunda Shoshtepa haqida juda yaxshi ma'lumot berilgan. Ayniqsa oxirgi ikkita aytganimda Shoshtepani o'qiganda Shoshtepani biz gapirayotgan qatlamlar qanaqa bo'lgan, ochilgan imoratlarni hammasini shuni o'qiganda ko'z oldiga keltirish mumkin. Bu mana shu asar Shoshtepani buzilib ketgan joylarni ham tiklashga imkon beradi. Asar rus tilida. Asar rus tilida. Arxitektura holati ham, o'sha hunarmandchilik sohasi ham va boshqa holatlarni ham shu joyda chiroyli qilib berilgan. Yubiley arafasida Dilorom Alimova bilan Filonovichni Toshkent tarixi degan kitobi bor. U yerda berilgan, to'g'ri, anchagina. Lekin eng oxirgi aynan Shoshtepa, umuman Toshkentdagi yodgorliklar, arxeologik yodgorliklar to'g'risida ma'lumot beruvchi bu 2010-yilda chiqqan o'sha Margarita Ivanovna Filonovichning monografiyasi. Ya'ni qadimgi Toshkent tarixi yozma va arxeologik manbalarda degan kitob. O'shanda juda ham yaxshi berilgan. Men o'ylaymanki, bu kitobni o'zbek tiliga qaytadan nashr qilib, oxirgi tadqiqotlarni kiritib, mana o'zimiz olib borgan o'sha oxirgi tadqiqotlarni ham kiritsak, endi men aytmoqchi bo'laman, bu deganim umrlar uzoq bo'lsin ustozimizni Margarita Ivanovna Filonovichni. Hozir ular hayotligida ulardan o'sha ma'lumotlarni oxirgilarni olish kerak. Men o'ylayman, yana bitta fundamental asar qilish kerak, o'zbek tilida albatta. Oxirgi mana shu muammolarni ham kirgizish kerak uning ichiga. Albatta ularni ham sanab o'tish kerak deb o'ylayman. Margarita Ivanovnaning orzusini amalga oshirish uchun qancha mablag' va qancha vaqt kerak bo'ladi? Ya'ni burgulu madaniyatini menga qolsa haqiqatga aylantirish uchun statsionar doimiy faoliyat yuritadigan Toshkent ustini yopsa shu ichida qishda ham ishlayveradi-da, ustini yopish kerak buni. Ustini, ya'ni bu yodgorlikning usti yopilmagunga qadar arxeologik qazishmalar olib borish mumkin emas. Yo'q, mumkin. Mumkin. Yopsa nur ustiga alo nur. Qishda ham, yozda ham ishlayverasiz. Qishda ishlash keyin yana bir narsani Margarita Ivanovna Filonovich to'g'risida gap ketyapti. Shunchalik darajada ilmga fidoyiki, millati rus bo'lishiga qaramasdan ustozimiz Toshkent uchun tarixini o'rganishga juda ham ko'p ishlar qilgan. Hatto yaqinda bir necha yillar oldin ikkalamiz o'sha Shoshtepada o'tirib, men ham bor. Siz ham bor edingiz-a? O'tirib choy ichib o'tirdik, obed payti, Shoshtepa yodgorligida choy ichib, Margarita Ivanovna uyidan olib kelgan taomlarni iste'mol qilib o'tirsak, bilasizlarmi meni katta orzum nima degan ustoz? Meni mana shu yerda dafn qilishini xohlayman degan. Bu olimni gapi, tasavvur ko'ring, meni aynan shu yodgorlikda men dafn qilsa, men mana shu yerda qo'nim topaman degan gapni aytganlar. Juda ham bu gapni tagida juda bir ma'noni kattaligida, qanday ilm uchun jonini bergan, fido etgan inson sifatida. Ko'rish, mana bu juda ham maligida nima deydi odam, umrlar uzoq bo'lsin, Margarita Ivanovna 100 ga kirsinlar. Hozir ularni mana shu hayotlik payti hozir aynan hali ham ko'z oynaksiz 90 ga yaqinlashib qolsalar ham ko'z oynaksiz haligacha tinimsiz yozadilar. Haqiqatan. Bunga tan bermaslik lozim. Bitta alohida ruscha ko'rsatuv qilmasangiz bo'lmaydi. Kecha ham va'da berib keldim, ruscha ko'rsatuvga nima qilamiz, chaqiramiz. O'zbekiston ruslar chaqirish kerak edi-da. Gennadiy Igrich bor, Bogomolov. Margarita Ivanovna bor. Saida Ilyasova degan opamiz bor. Hammasi Toshkentda ipida ignasigacha biladi. Bizni bilganimiz ularni oldida hech narsa emas. Lekin asosiy masala biz bilganimizni bilmaganlarga yetkazishimiz va qaysidir ma'noda Toshkent shahrini poydevori bo'lgan Shoshtepani saqlab qolish. Afsuski shu Shoshtepa yodgorligini oldida suhbat davomida ham tilga olib o'tildi. Shoshtepa turar joyi qad rostlagan. Qanday bu yo'l qo'yilgan? Shu masala ancha qiziq, ancha muhokamali. Chunki bilamizki, biror bir obyektga o'sha joyga ko'p qavatli bino qurilishidan oldin albatta madaniy meros agentligini boshqarma boshliqlaridan ruxsatnoma olinadi. Ya'ni o'sha hudud bo'yicha hudud boshqarmasi bunga ruxsat berilishi kerak. Ya'ni biz aytib turibmiz, bu 2200 yillik tarixga ega bo'lgan madaniy meros obyekti, lekin shunga qaramasdan ko'p qavatli uy-joy qurilgan. Taomilga ko'ra har bir arxeologik yodgorlikni saqlanadigan, qo'riqlanadigan joyi, muhofaza tegrasi bo'ladi. Bu qishloq joylar uchun qo'riqlanadigan joydan
100 metr masofada bo'lishi kerak. Har qanday uy joylar qurilsa yoki yo'l o'tgan bo'lsa, o'sha yo'l chegara bo'ladi. Suv o'tgan bo'lsa, suv chegara bo'ladi. Yoki bu shahar joylarda 50 metr masofada bo'lishi kerak. Bugungi kunda Toshkent shahrida o'sha 30 ga yaqin yodgorlik bo'ladigan bo'lsa, bitta Yunusobod Oqtepasida muhofaza zonasi bor deb aytishim mumkin. Hozir Shoshtepadagi holat, ya'ni Toshkent shahrida 30 ga yaqin madaniy meros, arxeologik yodgorlik, faqat arxeologik yodgorligi bor va shulardan faqat bir donasi birgina Yunusobod Oqtepasida muhofaza tegrasi bor deb aytaman. Chunki o'ralgan. Shoshtepa masalasida yangi Shoshtepa uylari ko'p qavatli, 7 qavatli asosan 7-9 qavatli uylar qurilgan. Bu bilmaymiz. Biz aytayapman-ku, biz arxeolog bo'lganimiz uchun men necha marta borganman, yaqinlashib qoldilaring. Hatto yonigacha hozir keyin ham uylar qurilib qolyapti. Shu yodgorlikda shunday taqalgan yangi yaqinda uylar qurildi. Bir 3 yil 4 yil bo'lgandi. Kim beradi bu uylarni? Kim bilan kelishadi? Hayronman, mana shu siz aytgan savollar biz ochiq. Margaritova ana shunday uy qurasan deb hech qachon bermaydi. Bizga agar komissiya qilib agar beradigan bo'lsa ham arxeolog sifatida biz unaqa xulosa beramiz. Hech bo'lmasa shaharda baraka topsin, yo'l qoldirib naridan quringlar degan bo'lardik. To'proqlarni olib ketgan holatlari bo'lgan Shoshtepani ham yonigacha taqalib uy qurilgan, kadastrlari qilib berilgan uylarni ko'chirib ham bo'lmaydi endi. Kadastr hamma narsasi bor. Ha deb men yashab kelyapman. Otam ham yashagan, bobom ham yashagan. Madaniy meros arxeolog yodgorliklarni asrash to'g'risidagi qonunlar kecha chiqdi deydi. Shunaqa va'zlar qiladi. Endi nima bo'lganda ham shu uylar qanday qurilganligi dan qat'iy nazar Shoshtepaga zarar yetkazdi. Shoshtepani bir qismi qulab tushdi. Qulasa ham agar kelishilgan holda arxeologlar borib o'rganib qolib keyin qulaganda edi, u manzarani kitobdan aniqlab olish mumkin. Afsuski bu yo'q endi. Ya'ni yo'qotilgan tarix Bu turkumiga yo'qotilgan tariximiz. Tushib yiqildi, yo'q bo'ldi. To'proqqa aylanib. Yaqinda Hilolaxon, mayli sal mavzudan chetlashdim. Bir oy oldin Latviyaga bordim. Ko'zim tushib qoldi latviy tilida bu qurilish obyekti. Bilmayman nima qurilyapti. Arxeologiya so'zini ko'rib qoldim. O'sha xodimlardan so'radim o'zimiz haligi hamkasblarimdan. Bu yerda nima desam, juda yaxshi e'tibor berding. O'qiding arxeologiya degan so'zini dedi. Latviy til. Bularda Yevropa ittifoqida arxeologiya instituti, arxeologiya markazlari degan tashkilotning o'zi yo'q. Arxeologlar hammasi agentliklar, firmalar ochishar ekan. Xususiy firmalar. Arxeologlar xususiy firma ochib, albatta biron bir qurilishdan oldin birinchi o'rinda arxeologik ekspeditsiyadan o'tkazar ekan, ekspertizadan. Arxeologlarni jalb qilmasdan qurilish Yevropa ittifoqi o'shaga kiruvchi Latviya Respublikasida juda katta jinoyat hisoblanar ekan. Juda ham katta jarimaga solinar ekan. Ya'ni jazolanadi. Bizda hozircha bu narsani ko'rib turganimiz yo'q. To'g'ri, bizda. Ya'ni jarimaga tortilmaydi. Yo'q. O'zi agar yodgorlikni o'zini vayron qilsangiz bor, to'g'ri, bizda qonunchilikda bor. Lekin unchalik ham ko'p emas. Jarimasi ham arzimagan pul bo'lsa. Yo'q, jarimalar juda katta. Jarimalar juda katta. Yangi ushbu qonunchilik bo'yicha 2019-yil chiqdimi? 862-qaror bo'yicha hisob-kitob qiladigan tizim ishlab chiqilgan, mezon ishlab chiqilgan, chegaralari ham ishlab chiqilgan. Aynan yerda mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan yodgorliklar, respublika ahamiyati, xalqaro ahamiyat, UNESCO doirasida. UNESCO doirasidagilar 200-300 metr atrofida hech qanaqa qurilish qilish kerak emas. Shoshtepani aynan xalqaro toifadagi UNESCOga borib qilgan uni. 50 metr ham chiqmaydi o'sha domlar orasi. Respublika qaygacha kelib qolgan. Respublika ahamiyatidagi yodgorliklar 100 metrgacha, u mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan yodgorliklar 50 metrgacha muhofaza zonasi bo'lishi kerak. Bu narsaga amal qilinmayapti. Hozirgi kunda qonunga amal qilinmayapti. Fanlar akademiyasi va umuman Vazirlar Mahkamasi qoshida ikkita alohida arxeologiyaga ixtisoslashgan tashkilot mavjud. Ya'ni biri Toshkent shahridagi Arxeologiya milliy markazi va ikkinchisi Samarqanddagi Arxeologiya instituti, ilmiy tadqiqot instituti. Va ularning qaysidir ma'noda obyektlari ham xuddiki bo'lingandek bo'lib o'tdi. Ya'ni Farg'ona vohasi va Toshkent bu Arxeologiya milliy markaziga tegishli, ya'ni hudud jihatdan yaqinlik inobatga olingan va Samarqand vohasidan bu yog'i xuddiki Samarqandda joylashgan
arxeologiya ilmiy tadqiqot institutiga tekshirib vaholanki olimlarimiz biror bir obyektni arxeologik qazishmalar olib borganda uni hududini o'zaro qiyoslashganligi munosabati bilan ham ularning ilmiy tadqiqoti diqqatga sazovor. Bittagina shu Rustam Sulaymonov biror bir arxeologik sopol idishni olib butun dunyo sivilizatsiyasida bo'lib o'tgan madaniy qatlamlarni solishtirishi bilan ham arxeologlar ham tarixchi ham manbashunoslar ularning tadqiqotlariga qoyil qolishadi. Chunki bitta obyekt, bitta subyekt doirasida obyektiv bir yondashuv bo'ladi. Arxeologlarimiz o'zida bu masalaga, bu jarayonga munosabat qanday? Men bo'linish deb hisoblamayman. Chunki Toshkent emas, yo'q, Surxondaryoda ham bo'linish deganimda aynan tashkilotlar rasman boshqa idoralarga biriktirildi degan ma'noda aytildi. Qarorlarga kirib, shu qarorlarga kiritilgan qarorlarga ko'ra Qanqa yodgorligi, misol Axsiket yodgorligini statsionar har yili o'rganish, oldin Toshkent ekspeditsiyasi bo'lgani kabi milliy markazda qoldi. Endi boshqa o'sha Samarqanddagi Afrasiyob, shunga o'xshagan mana Buxorodagi yodgorliklarimiz ularda qoldi. Chunki o'sha olimlar doim ishlab kelyapti shunda. Bu degani boshqa bir bu tashkilotni mana Milliy arxeologiya markazini xodimlari u yoqda borib ishlash mumkin emas degani emas. Yoki ularniki bizda kelib ishlash mumkin deganimiz. Faqat shu qarorga ko'ra ular doim shuni uni ishlaydigan obyektda aytadigan bo'lsak, o'qiydigan kitobi, kutubxonasi bo'lganda qazib o'rganadigan doimiy joyi shu. Shuni qilish kerak. U bormaydi degan chunki kerakli ma'lumot topilmagandan keyin o'sha kutubxonada boshqa bir joydan izlash ma'nosida, ya'ni bilim izlanmaydi degan joyi yo'q. Borib qazish. Ilm bu tadqiqot, ilm bu izlanish degani. Kelishib ishlab qazishi mumkin. Munosabat bildirib o'tsanglar, marhamat Ulug'bek aka, sizga umuman hozirgi kundagi arxeologik obyektlarga biz madaniy meros agentligini qaysidir ma'noda o'z vaqtida masalani hal etilmasligi xalqaro toifadagi arxeologik yodgorlikka zarar yetkazmoqda. Lekin arxeologlarimizni bugungi kundagi o'sha arxeologik qazishmalarga bo'lgan munosabati, ya'ni arxeologiyani hozirgi siljishi haqida to'xtalsak, chunki men bu ishlarni yomon demayman. Oxirgi yillar haqiqatdan ham tan olish kerak. Juda ham ijobiy ishlar qilinyapti. Mana hukumatimiz tomonidan ishlar qilinyapti, to'g'ri, mablag' ajratilyapti yetarlicha, balki endi iloji boricha, imkon boricha mablag' ajratilyapti. Bu albatta ijobiy hodisa. Lekin baribir albatta muammolar ko'p. Masalan, biz o'zimiz Dilmurod bilan necha marta guvoh bo'lganmiz. Arxeologik yodgorlikni atrofini o'rab olib, mahalliy aholi molini boqib, g'ish quyayotganlarga holatlargacha ko'rganmiz. Kerak bo'lsa, sen bu yerda nima qilyapsan? Bu arxeologik obyekt, bu davlat muhofazasida desak, kerak bo'lsa bizni haqorat qilib haydagan paytlari ham. Menda shunaqa holatlar bo'lgan. Chunki u mahalliy aholi vakili. Mahalliy aholi vakillari. U o'rgangan u joyda sigirda. Azaldan yashab kelganda u o'ziniki. To'g'ri, o'ziniki bo'lgan. O'ziniki atrofida qarasak, davlat muhofazasida bo'lgani bilan davlat u yerda bir to'sib qo'ymagan. Kelyapti-da, o'zi simlar bilan, tikonlar bilan to'sib olyapti-da, mollarini boqib, o'sha yerda tuprog'ini qazib g'ish quyapti. To'g'ri, endi g'ish quyish bizda azaldan qolib kelgan an'ana. Qolibdi, xom g'ish quyib imorat ko'taryapti-da. Hayron bo'lganmiz o'shanda. Masalan, mana ommaviy axborot vositalarida ham, internetda ham ko'p ko'ramiz. Mana masalan, Buxorodagi o'sha devorlar, qadimgi devorni o'pirilib tushganligi, Xorazmda o'pirilib tushgan. Mana kechagina qaror chiqdi. Tarixiy obyektlarga yaqin joylarda 5 tonnadan og'ir bo'lgan mashinalar qatnovini to'xtatib qo'ydi. Og'ir yuk mashinalarida e'tibor bergan bo'lsanglar o'qidinglar. Chunki yuk mashina ham to'la yuklar. Hozirgi bilamiz, zamonaviy yuk mashinalari 30-40 tonna yuk bilan o'zi qancha og'ir. O'sha atrofdan o'tib ketsa ham vibratsiya beradi-da. Vibratsiya berib, o'sha yodgorliklarga zarar keltiradi. Shoshtepadagi yodgorlik ham xuddi shunday. Tinimsiz yuk mashinalar, qurilish ishlari albatta vibratsiya berib, o'sha aynan turar joy majmuasi qurilayotgan payti o'pirilib tushdi. Juda katta qismi o'pirilib tushdi. Albatta bu va hech kim jazolanmadi. Hech kim jazolanmadi. Hech kimga hech narsa qilinmadi. To'g'ri, o'sha yana bizni olimlar, o'sha Dilmurod Normurodovlar misol uchun Filonovichlar voh deyishdi, foydasiz bo'lib qoldi. Albatta hech kim jazolanmadi.
man orzuyim shu arxeologik yodgorliklarni nimaligini aholimiz tushunib yetsa-da. Bu ota bobodan qolgan merosligini, buni muqaddasligini tushunib yetsa. Keyin mana shu yodgorliklarimizni saqlanib qolishida ular ham o'zini jonbozligini ko'rsatsa. Madaniy meros agentligi haqida gap ketdi. Faqat ularga tosh otish bilan ish bitmaydi. Birlashish kerak. Madaniy meros agentligini qilayotgan ishlaridan ham xabarim bor. Ular ham chopib kadastrlarni qilish bo'yicha yaxshi ishlarni amalga oshiryapti. Mana birgina arxeolog yodgorliklar 4000 dan ortiq bo'lsa, unga ishlayotgan ish xodimlarini kuchi yetmaydi hozircha. Buni birlashib qilishimiz kerak. Endi yana bir orzuyimiz shu Shoshtepa kabi yirik yodgorliklarni ustini yopishga qilingan harakatlar, mana qarorlar chiqqan, shu harakatlarni bizni ko'rib turgan televideniya orqali, jumladan O'zbekiston tarixi orqali ko'rib turganlar bir jonbozlik qilsa, Toshkent shahar shu kengashi tomonidan bir ko'rinib chiqsa-da, shuni yopsa, mana shu masalalarni gapirayotganda bir faxrlanish tuyg'usi bilan eslagan bo'lardik. Eng katta orzularimiz ana shulardan biri bo'lib qolyapti. Keyin uni ikkinchi masalasi tarixini yozish. Yosh arxeologlarimiz yetib kelayotgan arxeologlarimizni, tarixchilarimizni shularni chuqur o'rganadigan, fanlararo tadqiqot olib boradigan olimlarimizni ko'payishi. Omon aka, marhamat. Domlalarga qo'shilgan holda men ham birinchi o'rinda o'sha hurmat yoki e'tibor berilishi kerak. Xalqimiz orasida shu narsani ongini o'stirib, ko'proq targ'ib qilib, nima qilib, tushuntirib, nima ishlar olib borsak agar, targ'ibot ishlarini olib borsak agar, xalqimizda o'shanga nisbatan munosabati o'zgarsa yaxshi tomonga, bu eng katta yutuq bo'ladi. Bundan tashqari xalq orasida o'sha turistik nimalarni o'ylab topib, liniyalarni, tarmoqlar o'ylab topib, foyda olib nima qiladigan bo'lsa agar, mana Yevropada 600 yillik qahvaxonalar hali ham ishlaydi. Shunaqa qilib ulardan ham qaysidir ma'noda, turistik ma'noda foydalanib, foyda topsa agar, xalqni o'zi kirishib ketadi, uni hech kimga bermay muhofaza qilib nima qiladi? Lekin hozir saqlab qolishga harakat qiladi. O'rikdagi yodgorlikda ham asosan to'ydan oldin yoki biror bir milliy urf-odatda milliy liboslardagi fotosessiyalar uchun ishlatiladi. Bu qaysidir ma'noda shu yodgorlikni o'ziga ham zarar yetkazmaydimi? Doimiy ravishda u yerda insonlarni bo'lishi yoki biror bir aktyor va aktrisalar tomonidan kliplar olinishi. Yo'q, u yerda doimiy mol boqib, qo'y boqib yuribdi odamlar. U yuza qatlamdagi hech narsa qilmaydi. U suv tushmasligi kerak. Ana yuza qatlam yomg'ir nimalardan himoya qiladi. Yuza qatlamdan foydalanish mumkin. Mana Xitoydagi foydalanish mumkin degani emas. Endi terakota haykallari. Odamlar ichiga tushib, terakota haykallarning yonida selfilarga tushib, rasmlarga tushyapti. Xitoy hukumati taqiqlasa bo'ladi-ku, demak, bo'ladi, chunki uni biznesda ham albatta foydalanish kerak. Mana yana o'sha men hozirgi Omon aytib o'tgandek 14-asrda qurilgan qahvaxonada men tushlik qildim. Latviyani Rigada. 14-asr devor, haligi yer ostiga tushib, haligi ovqatlanib tamada qilib o'tirsangiz, bu boshqacha bir taassurotda 14-asrdagi binoni o'sha biznes sifatida, ham turistik obyekt sifatida, ham undan juda katta mablag' olib turistlarni jalb qilib bu yerda qahvaxona ochganligi bu juda katta daromad keltiradi. Bizda ham xuddi shunday qilsa bo'ladi albatta. Endi Yevropa tadqiqotlarida umuman Yevropa arxeologik yodgorliklarni bir boshqa jihati bor, ular toshdan qilinganda. Toshdan qilingan. Ularni asrlar osha chidamliligi ham O'rta Osiyo arxeologik yodgorliklariga nisbatan boshqacha. Xususan shu Iordaniyada ham Petra shahrini o'sha dunyoning 7 mo'jizasidan biri deb atalishning sababi uni toshdan yasalganligi va asrlar osha uni chidamliligi. Bizda esa o'sha sopol bo'ladimi, xomg'isht bo'ladimi yoki biror bir yodgorlik bo'ladimi, shu ko'rsatuvni boshida aytib o'tilgandek, oddiy tomoshabin uchun, oddiy turist uchun bu faqatgina
bir uyum tuproqdan iboratdek bo'ladi. To uni biz tarixini yosh avlodga yoki kelgan bir turistga anglatmagunimizga qadar. Bu yerda infratuzilma masalalari ham bor. Bu yerda hokimiyatni, madaniy meros agentligini, arxeologlarni o'zaro yoki o'sha san'atshunoslarni birlashmasiga o'xshagan biror bir yaxlit konsepsiyasini yo'qligi ham ko'zga tashlanmoqda. Muammo bor, buni hamma bilib turibdi. Muammoni dolzarbligini ham bir guruh olimlar bilib turibdi, lekin beriladigan yechim yo'q. Hozir misol uchun madaniy meros agentligidan kimdir kelganda ham 16 milliard 177 million so'm juda katta summa va buni birdaniga ola olmaymiz degan bir vajni ham aytib o'tishligi mumkin edi yoki biror bir mas'ul shaxslar tomonidan. Balkim shuning uchun ham bu ko'rsatuvda faqatgina olimlarni jalb qilishga muvaffaq bo'ldik. Maqsadimiz esa aynan bu muammoni Toshkent shahri umuman O'zbekistondagi har bir fuqaroga yetkazish va buni naqadar qadimiyligini anglatishdan iborat edi. Xulosaviy fikrlarga ham o'tsak bo'ladi, sababi ko'rsatuvga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetmoqda. Marhamat, Ulug'bek aka, sizdan boshlasak. Albatta, biz turizmni hozir rivojlantirayotgan bir davrda bilamizki, O'zbekiston 100 dan ortiq davlatlarga vizani bekor qildi. Albatta, bu turistlar uchun keng imkoniyatlar ochildi. O'ylaymanki, biz nafaqat turizm uchun, bundan bir biznes qilish uchun, balki kelajak avlodga ham bus butun qilib, keyin bizdan keyingi avlod ham bu tarixda o'sha butun dunyoga targ'ib qilishi, albatta bu yodgorliklarga hurmat, e'tibor, birinchi o'rinda shu yodgorliklarning atrofida yashaydigan mahalliy aholi bilan ham juda ko'plab tushuntirish ishlarini o'tkazish kerak deb o'ylayman. Albatta, agar ular hurmat qilsagina o'zini o'sha uyini atrofida, o'zini mahallasini atrofida shu joylashgan yodgorliklar albatta bundan keyin butun jamiyat ham bulardan o'rnak oladi deb o'ylayman. Men o'ylayman, albatta qilinyapti, hozir ishlar qilinmayapti demaymiz. Bu tahsinga sazovor. Men o'ylaymanki, bundan ham ijobiy ishlar bo'ladi deb umid qilamiz albatta. Rahmat. O'zbek xalqi davlatchilik tarixini nafaqat kitoblar orqali, qolaversa mana shunday Shoshtepa yodgorliklarini ko'rish orqali ham bilsa bo'ladi. Mana shunday yodgorliklarimizni hamkorlikda o'rganish, targ'ib qilish, jumladan O'zbekiston tarix kanalini qilayotgan sa'y harakatlari, boshqa markazlar tomonidan qilayotgan harakatlarini qo'llab-quvvatlashimiz kerak, birgalikda hamkorlik ishida ishlashimiz kerak va shu mutasaddi xodimlar bir jiddiyroq yondashib shunday yodgorliklarimizni bir muzeylarga aylantirsa, kelajakda nafaqat turistik obyekt qolaversa, tariximizni ochilmagan joylarini ochishda yoki bo'lmasa ularni ko'rishda imkoniyati paydo bo'lgan bo'ladi. Omon aka. Shu Shoshtepa misolida shu jamiyatimizdagi fan olimlari bilan qaysidir ma'noda hukumat yoki bo'lmasa boshqa soha vakillarini integratsiya masalasida kamchilik borligi ko'rinadi-da. Endi biz aytib shovqin qilib, muhimligini tushuntirib, o'shanga loyiha bersak-u, g'oya bersak-u, lekin kimlardir undan foydalanib, o'zini haligista maqsadida foydalanib ketsa, mana shunaqa ishkal bo'ladi-da. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganim, integratsiyani yaxshilash kerak, fan bilan ishlab chiqarish, mana aholini ma'naviy ongini oshirish borasida, targ'ibot borasida tushunish, o'zaro bir-biriga bog'liqlik bo'lishi kerak. Bu narsalar shundayligicha qolib ketavermasligi kerak. Mas'uliyat bilan qilingan ish oxirigacha yetkazilishi kerak. Mana shu Shoshtepani ham umid qilamizki, yaqin kunlarda shu usti yopilishi amalga oshadi. Rahmat, bugungi mazmunli suhbat va berilgan ma'lumotlarni to'liqligi uchun sizga O'zbekiston tarixi telekanali nomidan va teletomoshabinlarimiz nomidan minnatdorchilik bildiraman. Yana bir bor xush kelibsizlar. Bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi aynan o'zbek davlatchiligi tarixiga oid bo'lgan, ochilgan, aniqlangan va yetarlicha e'tibor qaratilmagan Shoshtepa yodgorligi haqida bo'ldi. Agar sizda ham O'zbekiston tarixiga oid yangi ma'lumotlar bo'lsa, O'zbekiston tarixi telekanali doimo hamkorlikka tayyor.
Zero biz tarix bilan g'ururlanishimiz emas, balki unga mas'ul ekanligimiz bilan ham avlodlar nigohida qolamiz. Sog' bo'ling.